Assalomu alaykum kanalimiz kuzatuvchilari, hurmatli biologiya ixlosmandlari. Sizlar bilan 5-sinf bo'yicha darsliklar bayonini davom etamiz va sizlar bilan bugun 5-sinfdan 8-mavzuni bayonini ko'rib o'tamiz. Demak, bugungi mavzuyimiz o'simliklar dunyosi bo'yicha bo'ladi. O'simliklar dunyosi demak flora nomi bilan ataladi. O'simliklar boshqa tirik organizmlar singari tanasi hujayralardan tashkil topgan bo'ladi va hujayralar yig'indisi to'qimani hosil qiladi. O'simliklar dunyosida asosan qoplovchi, meristema to'qimasi, asosiy to'qima, mexanik to'qima, o'tkazish to'qima va shunga o'xshash turli xil vazifani bajaruvchi to'qimalardan tashkil topgan bo'ladi. Har bitta to'qimani o'simlikda o'ziga xos vazifasi mavjud. To'qimalar yig'indisi esa organni hosil qiladi. O'simliklar dunyosida ikki xil organ mavjud bo'lib, vegetativ hamda generativ organlar hisoblanadi. Vegetativ organlarga ildiz, poya, barg kabi organlar misol bo'lib, bu organlarning asosiy vazifasi o'simliklarni o'sishi hamda rivojlanishini ta'minlash hisoblanadi. Generativ organlarga esa gul, meva, urug' kiradi. Bularning asosiy vazifasi o'simliklarning ko'payishi va tarqalishini ta'minlab turadi. Demak, o'simliklar dunyosi bo'yicha ma'lumotlar berishni boshlaymiz. O'simliklar dunyosini dastlab tabiatdagi ahamiyati bo'yicha gaplashib o'tadigan bo'lsak, birinchi o'rinda o'simliklarning tabiatdagi eng muhim foydali xususiyati ularning fotosintez qilish xususiyati hisoblanadi. Fotosintez qilish orqali o'simliklar tabiatni organik modda bilan boyitadi va konsumentlar uchun oziqa vazifasini bajaradi. Bundan tashqari, fotosintez jarayonida atmosfera uchun kerak bo'ladigan va barcha tirik organizmlarni nafas olishini ta'minlaydigan kislorod gazi ishlab chiqariladi. Bundan tashqari, o'simliklar tabiatda ozuqa zanjirida produtsent, ya'ni hosil qiluvchi sifatida ishtirok etadi va organik moddalarni hosil qilib, konsumentlar uchun oziqa vazifasini bajaradi. Bundan tashqari, o'simliklar dunyosi suv bug'latish orqali havoni namlash vazifasini ham bajarib beradi. Bundan tashqari, o'simliklar inson hayotida ham juda ham katta ahamiyatga ega. O'simliklardan eng ko'p maqsadda foydalanadiganlar bu odamlar hisoblanadi. Xususan, insonlar o'simliklardan oziq-ovqat sifatida, yem-xashak, sanoat va qurilish, dorivor va manzarali o'simlik sifatida foydalaniladi. Biz o'simliklarni mevasidan, poyasidan ozuqa sifatida foydalanamiz. Qoramollar yoki bo'lmasam boshqa bir chorva hayvonlari uchun yem-xashak sifatida, sanoat, qurilish sifatida foydalanamiz. Bundan tashqari, dorivorlik sifatida ham turli xil, masalan, isiriq, namatak, shirinmiya kabi o'simliklardan foydalanishimiz mumkin bo'ladi. Xonadonimizni yoki mahallamizni ko'rk berish maqsadida ba'zi o'simliklardan manzarali o'simlik sifatida ham foydalanishimiz mumkin. Xususan, fikus, kaktus kabi o'simliklar shular qatoriga kiritiladi. Xo'p, endi o'simliklar dunyosini sistematikasi bo'yicha ko'rib ketadigan bo'lsak, o'simliklar sistematikasiga birinchi bo'lib asos solgan olim bu Karl Linney hisoblanadi. Karl Linney o'simliklar dunyosini o'rganib, 24 ta sinfga bo'lib o'rgangan. Hozirgi kunda yer yuzasida tabiiy holda o'sadigan yuksak o'simliklarni 500 mingga yaqin turi keng tarqalgan bo'lib, undan 8 mingtasi O'rta Osiyoda, 4,5 mingtasi esa O'zbekiston hududida tarqalgan bo'ladi. Xo'p, hozirgi kunda o'simliklar kelib chiqishi, o'xshashlik darajasi va tarixiy rivojlanishiga ko'ra guruhlarga ajratiladi va ular quyidagilar: tur, turkum, oila, sinf, bo'lim va o'simliklar dunyosi, ya'ni flora nomi bilan yuritiladi. Demak, biz oddiy g'o'za misolida sistematikani ko'rib ketadigan bo'lsak, oddiy g'o'za bu tur hisoblanadi, g'o'za esa turkum hisoblanadi. Shu joyda sistematika sohasida bilib ketishingiz mumkin bo'lgan bir ma'lumot, tur bilan turkum bitta nom bilan ataladi. Bu binar nomenklatura deb ataladi. Bu tushuncha Karl Linney tomonidan kiritilgan. Ya'ni oddiy g'o'za bu g'o'za turkumiga kiradi. Mana shu tur bilan turkumni bitta nom bilan atalishi binar nomenklatura deb ataladi. Oddiy g'o'za gul xayrdoshlar oilasiga mansub. Shu o'rinda demak oilaga dosh qo'shimchasi qo'shib yuritiladi. Xo'p, sinfga to'xtaladigan bo'lsak, Magnolia simon, ya'ni ikki ruhpalali o'simliklar sinfiga mansub. Demak, e'tibor bergan bo'lsangiz, sinfga simon qo'shimchasi qo'shib yuritiladi. Hop, keyingisi bo'limi Magnolia toifa, ya'ni yopiq o'simliklar bo'limiga to'xtaladi va bo'limga toifa qo'shimchasi qo'shib yuritiladi.
va xususan oxirida o'simliklar dunyosi, ya'ni flora ga ajratiladi. Demak, florani guruhlarga ajratib ketadigan bo'lsak, flora ya'ni o'simliklar dunyosi ikkita katta guruhga ajratiladi: tuban o'simliklar hamda yuksak o'simliklar. Tuban o'simliklar dunyosiga suvotlar misol bo'ladi. Bularni tuban deb atalishining asosiy sababi ularda ildiz, poya, barg yoki o'tkaz sistemalar bo'lmaganligi uchun ularni tuban deb ataymiz va ularning tanasi qattana hamda talon deb yuritiladi. Bizga ma'lum bo'lgan suvotlar, demak, bir hujayrali suvotlar, ularga xlorella, xlamidomonada misol bo'ladi. Ko'p hujayrali suvotlar suvda tarqalgan, bularga ulotrix, klodofora, xaralar misol bo'ladi va nihoyat dengiz suvotlari, laminariya, fukus yoki bo'lmasam filoforalarni misol keltirsak bo'ladi. Endi yuksak o'simliklarni guruhlarga ajratadigan bo'lsak, yuksak o'simliklar o'z o'rnida ikkita katta guruhga ajratiladi: sporali o'simliklar hamda urug'li o'simliklar. Sporali o'simliklarga yo'sinlar, qirqbog'imlar va qirqquloqlar misol keltirsak bo'ladi. Urug'li o'simliklar esa urug'ining joylashuviga ko'ra ochiq urug'li hamda yopirug'li o'simliklarga bo'lib o'rganiladi va shu o'rinda yopirug'li o'simliklar yana o'z holicha bir urug' pallalilar va ikki urug' pallalilar sinf vakillariga ajratiladi. Demak, mana shu o'simliklar dunyosi bo'yicha ma'lumotlar hisoblanadi. Demak, bu mavzu bo'yicha savol va takliflaringiz bo'lsa, kommentariyada kutib qolaman. Demak, videoga like, podpiska bosish esdan chiqmasin va albatta ma'lumot uchun do'stlarga ulashib qo'ying. Salomat bo'ling.